Assalamualaikum barliq aziz vatandaşlar. Ben Tahir'in Uygur'uyum. Bugün ben Uygur Ruhi degan özüm başlanan bu programda özümün 2019 yılda bir kısım hizmetlerini dünyanın her qaysi yerlerdeki vatandaşlar bilen ortaklaşıp bilen birge özümün Uygur cemaatinin tutulgan bir kısım ümitlerini ortaklaşmakçıyım. Şundakla köp kısım Uygur vatandaşlar kızıqılgan, benim şahsi hayatımga ait bir kısım meselelerni cemaatçilik bilen fikirleşmekçiyim. Bunda kılışımda tövendeki bir neçe sebep var. Özümün hizmetimni köpçülükle tanıştırış arkalı qandaqdır men faxrlanmoqchi emas. Cemaatdan bir narsa talab qilmoqchi emas. Faqat jamoatchilik bilan ochiqroq holda o'zimiz qilayotgan xizmatimizni bayon qilish orqali ularga texmi ilhom berish. Shundaqla bizni nazorat qilishga bir yo'l ichish berish. Gerçi men Uyg'ur xalqidan hech qanday yordam talab qilmagan va kutmaydigan bo'lsam-mu, lekin mas'uliyatning qanday bo'lganligini jamoatchiga bildirishni loyiq deb o'yladim. Bu birinchi o'yladim. Undan boshqa bugungi suhbatim orqali men Uyg'ur jamoatiga keyingi hayotimizniki taqdirimizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar bugunimizga xalqning o'z ko'zi quloqi bilan guvohchi bo'lishini, kunlarning birida men o'zimning farzandim, vatandan chiqqan do'stlarim va yoki vatandagi xalqimizga hisob beradigan shu kunlar to'g'ri kelgan chog'da jamoatning vatanparvarlik ruhiga turib men uchun guvohchi bo'lishini umid qilaman. Xuddi ayni davrda Muhammad alayhissalom oxirgi vidolash nutqini so'zlab turib, ey xalq, menga guvoh bo'linglar. Men sizlarga yetkazdirmi deganga o'xshash, men bugun sizlardan ey Uyg'ur xalqi, men sizlarga yetkazdirmi deb savol so'ramoqchiman. Oldi bilan men 2017-yili fevralda Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan umumiy siyosiy taqiqlardan kechib İsrailiyning Hayfa universitetiga xalqaro munosabat kasbini o'qish uchun chiqqan. Bundan burun Çinçvengo 8. ayda, 2016'nın 8. ayda vatanga yo'tilib kelgandan keyin nurg'un Uyg'ur ziyolilarni tutilishga boshlaganligi mening maslahatchilarim orqali menga yetkazilib, darhol vatandan hech bo'lmasa bir necha yil ayrilish kerak menga tavsiya qilingan edi. Chunki men shu vaqtda Uyg'ur do'ppi madaniyat bayramini tavsiya qilish orqali, aspirant qizlar o'qish mukofoti tavsiya qilish orqali, 30 o'g'il qirg'inchilik jamiyati barpo qilish orqali, Uyg'ur ilm umri barpo qilish orqali, Uyg'ur xonim qizlar hatta bunga qo'sh orqali Uyg'urning milliy g'ururi, milliy ruhi, Uyg'urning tarixi, uyushi, taraqqiy qilish uchun bir qism ijtimoiy, madaniy kimlik paralellik bo'lgan edi. Shunga mening maslahatchilarim hech bo'lmasa 3 yil ayrilish talab qilgan edi. Men vatandagi 3 shirkatdan 2 yurish uy, taxminan 100 ga yaqin muqim va qo'shimcha ishlaydigan xizmatchilarim ayolim va bolamni tashlab turib vatandan ayrılishga majbur bo'ldim. Bularni ish orqali demoqchi desa, bizning Uyg'urning haqiqiy Uyg'ur ruhi xalqqa xizmat qilishdan kelib chiqadi. Men hozir so'zmoqchi bo'lgan mazmunim vatandan ayrilgandan keyin mushu kungacha men xalq bilan o'rtoqlashgan harakat va faoliyatlar, mening his qilganlarim, mening duch kelgan qiyinchiliklar, mening masalalarim, mening azoblarim, men zaten nima o'ylayapman? Mening zaten qanday masalam bor? Mening dardim zaten nima? Mushuni men xalqim bilan o'rtoqlashmoqchi. Va bularni deyishdan avval men vatandagi bir qism ishlarni deb qo'ydim. Aspirant qizlar o'qish mukofoti, 30 o'g'il qirg'inchilar jamiyati, Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami, Uyg'ur xonim qizlar taraqqiyot munbiri va bir qism Uyg'ur ziyolilari va qirg'inchilarni ushirish cho'ng munbarlari. Bularning hammasining maqsadi nima desa, bu orq ko'rinishni tushirish. Men 2017-yili 8 ayda, 7 ayning 17 kunisi Amerika Qo'shma Shtatlarga kelishdan burun İsrailiyada taxminan 6 oy yaqin turdim. Shu jarayonda men İsrailiyaniki parlament a'zosi bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasini tunchiqdan anglashga tirishgan edim. İsrailiya Uyg'ur do'stlik jamiyati qurganda İsrailiyaga iltimos sungan edim. Bu do'stlik jamiyatining arxivi hozirmi İsrailiyada mavjud. Shundan keyin men Masjidul Aqsa qadimiy shaharda Uyg'urning bayrog'ini tunjiqdim Yerusalim, ya'ni Quddus shahrida va Masjidul Aqsada qadimiy shaharning ostida ko'targan edim. Bu vatanparvarlikning bizning vatandagi Uyg'ur yoshlarimizdan
Bana muşu gen sündürgen nurgun ziyarlarımızdan, karxançılarımızdan, ustazlarımızdan aşırı iddianın ezelden bağlığını bildirilgan bir ruhun ibaret. Qandaqdı men kilip bu xil bir ruhni berpa qilmadim. Balki mening ata-onam, mening merhum ata-onam, bizning ustozlarimiz, vatandagi yurtdoshlarimiz ashular bizga ashulni singdirgan. Mana bu Uyg'ur ruhi. Uyg'ur ruhida ata-onalar bolalarga singdirdi. Do'stlar do'stlarga yetkazdi. Karxanchilar xizmatchilarga yetkazdi. San'atkorlar o'zining xizmatlariga yetkazdi. Nima yetkazdi? Uyg'ur ruhini yetkazdi. Men bugun Uyg'ur ruhi qanday ifodalaymiz, u qanday ifodalashga degan temada emni faqat so'zlab bermoqchi qandoshlar. Amerika'ya kelgandan keyin men nayt qizlar bütün dünyanın Uyg'urlar masalasida yishini bilmaydiganligini yoki intayin oz bildiganligini, bizning qarindoshlarimizniki dunyoga bildirish uchun texnik ko'p axborot taraqqiyot xizmati ishlatishni his qilib Uyg'ur agentligini qurdim. Uyg'ur agentligi 2017 yil 12 oyda rasmiy qurildi. Uyg'ur agentligi hozir xarjlangan pulning soni $150,000. Yardım qabul qilgan pul $30,000. Qarz olgan pul $50,000. Yenimdan chiqqan pul $70,000. Yani jamiman oldikan bo'lib $150,000 qarz oldim, $70,000 yenimdan chiqardim, $30,000 biz haqiqiy qarz. Uyg'ur agentligi hozir 12 xil tilda xabar qildi. Taxminan 4 milyon qadimdan ortiq odamning ko'rilganligi statistikimizda bor. Alexa orqali bo'lsin yoki boshqa to'rbekat statistiklar orqali. Yaponcha, turkcha, arabcha, uyg'urcha, inglizcha, ruscha, slavyancha, germancha, fransuzcha qatorli tillarimiz hozir 4 milliondan ortiq ko'rildi. 20 ming ortiq taraqquda bu xabar kelindi. Shunga Uyg'ur agentligininki nimaga pul ketdi deb so'rasanglar bo'ldi. Bu ketadigan pul oldi bilan en ko'p pul Uyg'ur agentligining mulozimlik kirisi, lekin meniki shaxsiy xarajatim. Men buningda 2019 yili bahar fasllik darsini o'qib bo'lgandan keyin men dars o'qimadim. Yani 1 yil bo'ldi men dars o'qib o'tdim. Bütün kirishlarni Uyg'ur agentligi va Uyg'ur milliy davası uchun men darsni maktabdan ayrilgandan beri bizniki barliq chiqimimiz, vaqtim, bütün kun ishlagan bo'lg'achqa men mushu o'zimning xarajim uchun mening do'stlarimdan $50,000 qarz oldim. Bu mening do'stlarim Turkiyada va Amerikada bor. Bular vatanda yashaydigan karxanchi, samimiy birodarlarim. Meniki vatandaşlarga iyiliklarimni azaldan vatanparvarlikligimizni, xalqni xizmat qilish yaxshi ko'rganligimizni bildigan ishonchli do'stlarimizning yordami. Bundan boshqa bizning mulozimlarimiz, bundan boshqa loyihachilarimiz bular bildirdi. Bizniki Turkiyada va Yevropada fidoyilarimiz bor. Bular hech qanday pul olmaydi. Ular hech qanday maosh olmay turib ishlaydi. Xuddi men maosh olmaganga o'xshash. Ikkinchi xizmatimiz Uyg'ur ruhi uchun qilgan xizmatimiz leksiya so'zlash harakati bo'ldi. Leksiya so'zlash intayin muhim xizmat. Kishilarga bevosita va cho'nqir ta'sir bergan bo'ldi. 2019 yili men Amerika Qo'shma Shtatlarining 6 shtatida 13 masjid, 5 cho'ng shirkat, 3 cherkov va 7 universitet leksiya so'zildi. Oregon shtati, Pennsylvania shtati, Maryland shtati, Florida, Texas, Virginia qatorli shtatlardagi masjidlarda leksiya so'zlaganda Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur musulmonlarga yuzlayotgan asosiy jinoyatlarni diniy nuqtadan yoritib berdi. Amerika musulmonlari nisbatan ongliq va kuch bo'lib, ular harakat o'tishda, dunyoning boshqa joylaridagi musulmonlar ta'sir ko'rsatishda intayin muhim rol o'ynaydi. Ularning roli bundan keyin texnik gavdan deb qarayman. Men liseya so'zlagan universitetlardan George Washington Universiteti, Towson Universiteti, New York Columbia Universiteti qatorli universitetlar bo'lib, bu universitetlarda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan urushi, The Chinese War on Uyghurs degan temini markazda qilib turib, leksiya so'zladim. Professor va o'quvchilar angladi. Mazmun, surat, tarixiy ortib ko'rinish, Uyg'ur madaniyati, tema bir qadar mukammal tayyorlangan bo'lib, bir oydan 2 oygacha vaqt sarf qilib, shu ko'pchilikning istiqolida deb tayyorladi. Keyingi anlagan baholarni
yaxshi bir deb bo'ldi. Amerikaning Intel şirketi ve New York'taki mühim şirketlerin 5 şirket xodimlariga Xitoyning texnik rezilligiga sherik bo'lishning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini tanishtirdi. Ko'pchilikning esida bo'lsa kerak. 2018-yil oxirida Amerika Davlat Majlisida Amerikadagi eng davlat texnik şirketlerinin Google şirketiniki bosh ijroiya amaldori guvohlik bergan vaqtida bu yerda men qo'limga Xitoy bayrog'i bilan Google şirketiniki logosi tushirilgan rasmni ko'tarib namoyish qilgan edim. Kongressga biz kirgan edim shu kunisi. Bu rasm taraflarida social mediada ko'p anlangan. Keyingi kunlarda bu Google şirketiniki Xitoy bilan hamkorlashmasligiga oid xabarlar ko'p anlandi va Xitoyga bisim yaxshi bo'ldi. 2019-yil fevral oyida New York vaqtisiniki 10 milliondan ortiq kishi ko'rgan, odam ko'rgan to'r bekat bosh ko'ti va gizit bosh ko'tiga surtib tushirilgan cho'ng portlatqish maqola Xitoy Amerika şirketlerining yordami bilan Uyg'ur musulmonlarining DNA'sini to'plamoqda degan maqola bisildi. Maqolada men o'zimning qon, ovoz ve suylik avrishkisining kompartiya tarafidan ilinganligini tushuntirgan bo'lib, bu maqola xabar qilingandan keyin mazkur texnikni Xitoyda ta'minlagan Amerikaning texnik shirkatlaridan Sirmo Fisher shirkati darhol bayon qilib, Xitoy bilan hamkorlashmoqlarini bildirdi. Bu Uyg'urlar uchun yana bir muhim g'alaba bo'ldi. Uning ergashgan texnik shirkatlardan yana bir necha o'nta shirkatlar bor. Yana professorlarning Stanford universitetidagi shu genealogiyalik mutaxassislari bu vaqtda bayonot berib, Xitoy bilan hamkorlashmoqlari haqida jamoatga va'da berdi. Uyg'ur jamoatini guvohlik qilishga taklash harakatini 2018-yilda boshlagan edi. Buningga biz Uyg'ur Xitoy axborot urushi deb ism qo'ygan. Uyg'ur Xitoy axborot urushining tarkibida biz jamoatchilikni guvohlik berish, axborot orqali axborot vositalari orqali Xitoyning jinoyatlarini fosh qilish, Uyg'urlarga xalqaro jamiyatning o'zining vaziyatini zodi qarshi bildirganligini Uyg'urcha maqolalarni tarjima qilib bildirish. Shundaqla Uyg'urlar haqida e'lon qilinayotgan inglizcha media xabarlarini to'plam qilib, arxiv qilib saqlash. Undan boshqa Uyg'urlar haqidagi eng muhim vatandan kelgan uchurlarni, chet ellarga bir qism Uyg'urlarda saqlanayotgan uchurlarni biz yig'ib, xalqaro medialarga yetkazish. Bu ishlarni axborot urushining muhim tarkibiy qismi deb qaragan yo'q. Shunaqla social mediada, Facebook, Twitter, YouTube qatorlarida biz qayta başka dostlarımız, başka faaliyetçilerimiz, başka teşkilatlar bilan birlikte bu menfaatlaşma hammasi xalqimiz bilan jamoatchilik qilayotgan ishlar. Shularning yardım bilan birlikte biz jamoatchilikni Uyg'ur Xitoy axborot urushiga yetaklagan edik. Buning natijasida ma'lum qo'llashlar erishdik, natijaga erishib kelyapmiz. Axborot urushi Xitoy bilan boshma-oxir tirkishib so'qish urushi men tashabbus qilayotgan eng muhim yadrolik urush. Chunki bugungi kunlarda Uyg'ur millati yengiladigan bir urush Uyg'ur Xitoy axborot urushi. Biz axborot urushida Xitoyning mutlaq ustida o'rin turamiz. Bizning qo'limizda haqiqat bor, bizning qo'limizda pok bor, to'g'riliq biz tarafda. Bu jihatda biz Xitoy bilan og'riqcha tik tura olamiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi obyektiv, to'g'ri, betaraf va mustaqil bo'lgan axborot vositalari Xitoy bilan davomli so'qisha oladi. 5-chi xizmatlarimizdan birisi Hong Kongliklarni qo'llash harakati. Nopozliq 15 Uyg'ur faoliyatchi Hong Kongliklarni qo'llab Uyghur Stand with Hong Kong, Uyghur Solidarity with Hong Kong degan faoliyatimizga inglizcha nutq so'zlab bu faoliyatimizga qatnashdi. Bu faoliyat haqida e'lon qilingan xabarlar tarqatilgandan keyin, video tarqatilgandan keyin 1 milliondan ortiq ko'rildi. Eng az bo'lganda 1 million ortiq ko'rilib, Hong Kongliklarning Uyg'urlarni tushunishiga ve dünyanın arkadaşlarındaki Xitoy ziyolilarining Uyg'ur millatining ziyolilarining dunyoning arkadaşlarındaki Uyg'ur millati ziyolilarining o'xshamagan iddia fikir bo'lsa-mu, o'xshamagan joyda bo'lsa-mu, lekin bir daqiqada Xitoy kompartiyasining zulmiga qarshi boshqa millatlar bilan Xitoy bo'lsin, Hong Konglik bo'lsin, Tayvanlik bo'lsin, Tibet bo'lsin, Mo'ng'ul bo'lsin, hammasi bilan birlashadigan ilg'or xalqarodagi eng o'tkir seviyesi turup fikir qiladigan ziyoli ve sapalı milletkelikimizni yana bir ko'rsatdik. Shundan orqadan keyin 13-28 kuni Hong Kongda Uyg'urlarni qo'llash namoyishi olib berildi. Bu namoyishda tashkil etuvchilarning hammasiga biz ayni vaqtda yo'llagan shu videolarimizni yo'llab bergan edik. Bu videolarni bayonlaganimizda 1 million ortiq ko'rilgan edi. Hong Kongda bizning bayonimizni ko'tarib turib, Uyg'urlar mustaqillar. Xitoy Kommunist partiyasi Uyg'ur qirg'inchilik to'xtasin degan
temalarda lo'zib turib namoyish qildi. Şimdi 19. yılı sentabr aylarından başlap Uyghur agentligi başka dostlarımızın yardımı bilen Don't Trust China, Xitayga ishonma degan proyektni boshladik. Biz bu proyektda Xitoyning rezilligini, saxtapazligini, insoniyatning qanchalik ularniki demokratiyasi, huquqiy erkinlikni qanchalik dafsanda qilmoqchi bo'lganligini fosh qilish uchun social media kanallarimizda Don't Trust China degan temada ochdik. Keyin biz bu temani Don't Trust China'ni UNN'ga o'zgartirdik. Bugungi kunda UNN, Uyghur National Network, Teams Uyghur National Network TV, UNN.TV to'g'ri bekitdi social media kanallarida vaqt ishlayapmiz. Don't Trust China'ni ishlagan vaqtimizda biz eng muhim xizmatning birisi nima degan chog'da Uyg'ur qirg'inchiligiga oid yurishlik video filmlarni ishlaydi. Bugungi kunda BBC, Vice, Vox, New York Times qatorli davlat axborot vositalari xabardan boshqa hujjat filmlarni ishlab, Uyg'urlar duch kelgan bugungi masalalarni sistemli dokumentary hujjat filmlarga to'libdi. Vatanning ishidagi nurg'un chet elga ishlashni xohlagan Xitoylarning ishidan chiqqan josuslar bor. Ya'ni Xitoy kompartiyasiniki josuslari bor, chet elga ishlaydigan. Shu josuslarni ishlatib turib, nurg'un taraflar, nurg'un kishilar ishlatib turib, shularga pul berib turib, bizning vatandan nurg'un axborotni ilib keldi. 2018 yılı 11. ayda paş bo'lgan New York vaqtida e'lon qilgan maxfiy hujjatlar. Shundaqla keyin xalqaro axborot mustaqil tashkilish komiteti e'lon qilgan 24 betlik hujjatlar, 400 betlik va 24 betlik hujjatlar hammasi bir nuqtani isbotladi. Ya'ni Xitoyniki ishida Xitoyga qarshi turayotgan nurg'un Xitoy jasuslarining borligini dunyoga oshkorladi. Bu Uyg'urlar uchun g'oyat zo'r bir qoyiliq bir xush xabar. Ya'ni Xitoyni ishqinliqi bilan o'shtirgan nurg'un Xitoy jasusining borligi bu biz uchun xush xabar. Shundaqla bu Xitoy jasuslaridan kimlar foydalanadi desa, Amerika va Yevropaning pulsi ko'p, mustaqil, texnikasi ilg'or bo'lgan kuchli axborot vositalari foydalanadi. Bular biz uchun axborotimizni texnik kuchaytirdi. Endi biz bulardan qo'ymasdan Uyg'urning davosini, Uyg'urning qirg'inchiligini haqiqiy dunyoga bildiradigan Uyg'ur qirg'inchiligi tashviqot videolarini ishlatdik. Hozir 4 video ishlatdik. 6 video ishildi. Bular intayin vaqtimizni olgan bir jarayon bo'ldi. Oldi bilan maqola yozamiz, tahrir bor, tahrirlaydi, suratlarni topamiz, videolarni topamiz, kelish ko'ramiz. Sifatli bo'lish uchun tirishib vaqtdik. Iqtidorimiz, odam sonimiz, fidoyilarimiz, iqtisodiy kuchimiz chekib bo'lgan bo'lg'achqa biz intayin ojiz qildik, shunchalik qila oldik. Bundan keyin yangi qurilgan UNN orqali biz texnik ko'p kuchayamiz inshaalloh. Xalqni qo'zg'ash jihatda biz hozirga qadar Uyg'ur xalqiga ilhom beradigan, Uyg'urlik ro'yini o'stiradigan, Uyg'urga bo'lgan sevgisini oshiradigan maqola asarlarni to'plab e'lon qildik. Bu vaqtda biz Uyg'ur agentligi va mening Facebook bosh bitimda yetarli kuchim bor. Uyg'ur agentligida biz 500 parchaga yaqin Uyg'ur milliy ruhi, Uyg'urlik, Uyg'urlarga ilhom beradigan maqola e'lon qildik. Undan boshqa biz dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur uchun ish qilayotgan barliq tashkilotlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur insoniy huquq projekti, Sharq Turkiston ma'rif jamiyati, Sharq Turkiston milliy majlisi, Sharq Turkiston yangi nesil aktivi, Uyg'urlarga yordam, Kanada Sharq Turkiston jamiyati qatorli necha o'nlagan tashkilotlarni Avstraliya, Yaponiya va Yevropadagi nurg'un tashkilotlar, shunaqa shaxslarni, masalan Abdug'ani Sobiq, Abdurimjon G'ini, Xalmurod, Arslan Hidoyat, Quzat Altay qatorli qarindoshlarimizni nurg'un qilgan yaxshi ishlarini mustaqil kuchimizning yetishicha bitirib bo'lib xabar qilishga kelishdik. Biz ojiz, kuchimiz hamma yetib olmaydi, lekin kuchimizning yetishicha axborotda mumkin qadar mustaqil turib, bitirib turib xalqqa yetkazishga erishib keldik. 8-chi muhim xizmatimizning birisi islom dunyosini o'rgatish bo'ldi. Boshdan oxir Uyg'urlarda islom dunyosini ranjish, qaqshash, ishonmaslik yuqori hukm surib kelgan. Men 2019 yılı 4. ayda, 3. ayda Pennsylvania, Oregon ştatlarına berip Müslüman cemiyetlerine uçlaşkandan keyin Müslümanlarning hakikaten Amerikada gayet zor kuchi borligini his qildim. Iqtisod, ma'rif, madaniyat kuchi borligini his qildim. Bular mushu kuch orqali Amerika hukumatiga, Amerika xalqiga, shundaqla dunyoning har qaysi joylarida bo'libmi o'zi kelgan shu davlatlarga musulmon jamoatga ta'sir ko'rsatadi deb o'yladim. Ularga masjidlarda nutq so'zildi.
Sizler bile bu halkında belki Tayyip'in mescidlerin mihrapları çıkıp nutuk sözlerine koyatkan boşuna mümkün. Hata. Ben mescidlerin mihrapları çıkıp hutbu okudum. Cüme hutbulunu okudum. Gerçi ben alay takva adam olmuşamı milletim için zor kılığa baksa ben imam ve hatip oldum. Oregon ştatında, Virginia ştatında, Maryland ştatında Müslüman cemaatlerden, Uygur Müslümanlardan bugün gün düşünülen en ciddi krizlerini günler, saatler muhakeme kıldı. Çünkü Amerika hükümeti ve nurgun teşkilatlar Birleşken Devletler Teşkilatı Katarlı mühim organlarda Amerika'da gayet devletleri aran 25 devlette 50'den artıq köpçülükü Müslüman olan aşırı Xitay'ın kollanan 50 yıldan altta yetim kağalıqını his qıldı. Bu bizim bilimini böldürdüse ve aşırı hükümet emeldarları ve teşkilatların bizge bergen uçur önerse Uygurlar İslam dünyasını olan teşkilatlarını küçeytiş gerek degenini his qıldı. Hatta Amerika Tashqi ishlar ministeri nurgun Müslüman devletlerini bu vaqtda ifade edici çağırdı. Uygur Müslümanlarının Müslüman, ularga yardım kılınlar dedi. Amerika hükümeti ve teşkilatları Amerika hükümeti Xitay'ın aldığında yalnız kalması gerekli. Müslüman devletleri eğer Amerika'nı kollap bergen bolsa Uygurların kuruluşuna paydası batı dedi. Biz bunu his qıldık. Şunu biz, ben 2019 yıl ahırda Araplarga ve İslam dünyasında olan teşvikatını qayta bir paylaşım haqida plan tuzdim. Şunun için yenimdeki 5 nefer Azhar ve Saudi Arabistan'da okup gelgen Uygur kırımdaşlarımız bilen birler Arapça kanalımızı gayet yaxşı planlar bilen iş başladı. Hazır kadar Arap tilida 200 parçasının artıq Arapça xabar ve tercümelerini ilan qildik. Araplarniki El-An, El-Cezire qatorliq Arap radiolarga xabar ishlab avatdik, partiyalarni ta'minladik. Ularni ishqilib haq almadik isbot berganligimiz uchun. Özüm bevosita Arapça so'zlar 1 milyondan artıq ergashchisi bo'lgan Falastinlik Arap faoliyatchi Fadininki mahsulot orqali islom dunyosiga xitob qildik. Uyg'urlarning ovozini anglatdik. Arab dunyosiga Xitoyning islom dunyosini, Arab dunyosini haqiqiy do'st ko'rmaydiganligini, kunlarning birida Uygur Müslümanları qilgan bu zulmni Xitoy bütün İslam dünyasına, Arap dünyası qilganligini qayta bildirdi. Shundaqla shu musulmonlarning Xitoyga hech bo'lmasa norozilik namoyish qilish kerakligini, masjidlarda duo qilish kerakligini, Xitoyning mollarini boykot qilish kerakligini talab qildi. Men nutqimda bu mazmunlar so'zlandi. Undan keyin İslam dünyasının Uyg'urlar uchun qilgan sukutni ayblab so'zlagan TRT World televiziyasiniki Nahmedan tartish programmasida so'zlagan tanqid nutqim 40 necha ait taxminan 40 rabdagi nutqim jami 4 yil tarjima qilinib dunyoda 5 milyondan ortiq Arab va Türk Müslüman dunyosiniki ko'rishiga sunildi va g'ururga savol qo'ydi. Shundaqla ularni harakatini talab qildi. Bugungi kunda biz Masjid al-Aqsoning imomining Uyg'urlar uchun juma namozi duo qilganligini ko'rdik. Xuddi Uyg'ur Times degandek xabar qilganda bir qism Arab korxonachilarining Xitoyning mahsulotlarini boykot qilganligini ko'rdik. Iordaniyada musulmonlarniki, musulmon ayollarning, arablarning, erlarning birlashib Uyg'urlar uchun namoyish qilganligini ko'rdik. Kuvaytdagi 10 necha nafar, 22 nafar parlament a'zosiniki Uyg'ur musulmonlar uchun hukumatdan va islom dunyosidan va dunyo jamoatidan Xitoyga qarshi dast urishni talab qilgan bayonotni ko'rdik. Qatarniki ma'lum bir parlament a'zosining Uyg'urlar uchun so'zlagan nutqini ko'rdik. Mushlarning hammasi islom dunyosining o'rganayotganligini ko'rsatdi. Xitoy hukumatining eng qattiq qo'lqilgan narsa Xitoy hukumati faqat g'arb dunyosida emas, eng muhimi islom dunyosini eng qattiq qo'llaydi. Chunki Xitoy g'arb dunyosini Xitoyningki qattiqlik chidimidi deb ayblagan bilan, ammo islom dunyosini undaq ayblayolmaydi. Bütün dünyada ayıp bulunmalı. Şunun için biz İslam dünyası teşvik qilishni ilham intan muhim deb qaraymiz ve davomlashtiramiz inşallah. Taraqqiyotga axborot ta'minlash xizmati. Ko'pchilikniki isida diqqat qilgan bo'lsa, is bo'lish kerak. 2018 yil beshida 50 nafar xalqaro taraqqiyot axborot vositalari. Buning ichida BBC, Washington Post, New York Times, Epoch Times, Fox News, CNN, TRT World, qatorliq 50'den artıq kullanıcı muhbirlerini toplab Uyghur qirg'inchiligiga Focus on Uyghur Genocide'da axborot qanli qurgan edi. Yani ben qurgan edim şu vaqtda. Bu şu muhbirlarniki maxsus Uyg'urlar haqidagi fikr almashtiradigan, uchur topadigan bir-biri bilan
nima ishlayotsa, qanday yangi uchurlar bor deb yetkazilgan bir axborot kanali bo'lgan edi. Biz yetkazilgan axborot va uchurlardan, ham materiallardan Facebook'tan to'plagan, internetdan to'plagan materiallarni yetkazib, biz jami 35 parcha xabarlarni ular yetkazdik. Bu 35 parcha bizde arxivlashtirib qilindi. Fox Uyg'ur jariyat yetkazgan. Buningda biz faqat park yetkazib qolmasdan, balki shu muxbirlar uchun guvohlik beradigan Uyg'urlarni yetkazdik. Hozircha nomli va nomsiz guvohlik bergan 22 Uyg'ur shu axborot vositalariga guvohlik berdi. 2018-yildan 2019-yilgacha men va Uyg'ur agentligi jami 82 qitim axborot ziyoratini qabul qildik. Buning ichida Al Jazeera, Atlantic, TRT, Washington Post'si qatorli axborot vositalar hujjat qilmishlarni surat va maqolalar bilan e'lon qilindi. O'zim e'lon qilingan maqolalarning bir nechasini deb o'tay. Angliya muhofizat gazeti Guardian'da, Amerika Iran gazeti Epoch Times, İtalyaniki Zimiston qish Bitter Winter qatorliqlarda Uyg'ur Times va media qatorli axborot vositalar jami 8 parcha maqola e'lon qilindi. Sizlarga ma'lum bo'lishi mumkin, bu opinion xuddi bizniki ilgirki o'tganda ilgirki bir so'rinda Nursulton efendim aytgan o'xshash opinion intayin muhim. Bugungi kunda dunyo jamoatchiligini Uyg'urlarning bo'layotgan vaziyatiga diqqatini tortish uchun faqat hikoya so'zlab berish emas, balki o'zimizniki mustaqil idea tafakkurlarimizni farq bilan birlashtirib bayon qilishimizning o'zi bu dunyoda kishilarning ideyasini qilgan yaxshi bir farq bo'ladi. Bir parcha maqola yozish uchun kam bo'lganda bir oy vaqt ketib qoladi. Uni astoydil bo'lishimiz kerak, izlashimiz kerak, shu media bilan aloqa qilishimiz kerak, nurli vaqtlar ketadi. Men bu qilayotgan tafsilotini mundaq jarayon ketdi, mundaq ish demidim. Men faqat ko'pchilikka umumyuzli bu ishlarni da'vatman. Chunki men maqsadim o'zimizni maqtash emas, balki qilayotgan ishlarimizni tanishtirib, xalqqa ishlarning turini qancha xil bo'lganligi va qaysi ishlar bo'lgan kimlar bilan hamkorlash qilib bo'lganligi haqida kallasida bir uchur berish. Siyasi kanallar tercüme hizmeti. 2018 yıldan 2019 yılgacha bizim Uyg'ur agentligi va fidoyilarimiz jami 120 nafar Uyg'urniki siyasi kanal tercüme hizmetini tercüme qilib berdi, tayyorlab berdi, tartib qilib berdi. Bu intayin muhim xizmat deb o'ylaymiz. Gerçi bunun vaqt ketadi, buni hech kim bilmaydi, faqat bir Alloh biladi. Ammo bu intayin astoydil ish. Boshqaning uchurini bexatar saqlamasak bo'lmaydi. Ular ID'si, hammasi yaxshi saqlandi. Hech qanday biz ahmoqmidik. Shularning hamma ishlari nurg'un qilmashlarimizning ishlari yaxshi tutib, bizga minnatdorlikni bildirdi. Agarcha o'zimizning ishlari tutmagan bo'lsa-mu, Amerikadagi, Kanadadagi, Yevropadagi qilmaslarimiz bizga rahmat aytadi. Tayyorjon, sizlarniki guvohlik xatirlar bilan bizning ishlarimiz yaxshi hal bo'ldi. Sizga rahmat. Alloh ajringizni bersin deb mushu xil xizmatlarda bizga rahmat aytdi. Bu ishni bizning tashkilotlarimiz, Amerika Uyg'ur jamiyati, UHRP, Rabia Qadir xonim, Dunyo huquqi hammasi qilyapti. Biz ularga rahmat aytamiz. Masalan, ma'rifat tashkilotimiz qilyapti bu ishlarni. Adam huquqiy xizmati 2018 yil oxiridan 2019 yil oxirigacha men jami 23 kishiniki huquqiy xizmatiga bevosita yoki vosita qatnashgan bo'ldim. Ularga munosib aloqalashgan kishilar borgan yerlarni ko'rsatish, qandaq bexatarlikka erishish degan usullar bo'yicha hozircha biz buning ichida men bevosita o'zim aralashib tutib chiqqan Allah'ın yardımıyla tutib chiqqan qirlashlarimiz 8 nafar, 23 kishiga men aralashgan bo'ldim. Qolgan kishilarga vosita aralashdik. Boshqa tashkilotlarimiz ko'proq kuchaygan bo'ldi. Xuddi masalan sizlar degandek Abdukim Yusuf qatorli qirlashlarimiz bor. Bir qism qirlashlarimizni ismini biz aytmaymiz. Masalan Pokistondan, Saudiya Arabistondan Amerikalarga kelganlarimiz bor bo'ldi. Undan keyin bir qism qirlashlarimizni Turkiyadan Yevropaga to'liq bilan apalgan bo'ldi. Bir qism qirlashlarimizni Meksika chegarasida tutib qolgan bir qism qirlashlarimizni Ispaniyaga siyosiy kanal qilib yo'tkab, o'zimiz yezib tayyorlab, Ispaniya bilan aloqalashib, o'rlash vaqtlarimiz bo'ldi. Mushlarni kechimi kunduz vaqtimiz ketadi, jiddiylashimiz, qo'rqaymiz, ashqirlashimiz nima bo'lib ketadi degandek andishalar bilan nurli vaqtlarimiz bo'ldi. Bu ishning hammasiga inshaalloh ashqirlashlarimiz guvoh, bu ishlardan muvaffaqiyat bo'ldi. Hozirgacha biz sababli bir qilishimiz bir falokat uchurini bo'lmadi. Alloh rahmat etamiz. Yaqinda vatandan chiqqan qilmishimizmi, kuchimizning yetishicha vatandan tortib
Amerika hükümeti bilan aloqalashib, UHRP bilan vasitligida Instagram bilan aloqalashib turib, yo'llarni mangdoq. Xudoga shukr qilishimiz asoslikda o'zining tirishchanligi aqli bilan qutulib, hozirgi millatniki g'amini qilib so'zlab turyapti. 13-chi deydigan soha diplomatiya jihatda men 2018-2019 Amerikadagi hech qanday hukumat mayli hukumat tarafdan bo'lsin, mayli Kongress, yani davlat majlisi tarafdan bo'lsin, hukumatni izlamadim. Ammo meni izlagan davlat majlisi a'zolaridan 3 nafar bilan ko'rishdim. Ondan keyin tashqi ishlar ministrligi bilan 3 kun ko'rishdim, ular izlabdi. Yana Amerikadagi bir qism axborot sohasidagi hukumat amaldori bilan uchrashdik. Ularning izlashi, yani bizga bo'lgan yordami sarflab ko'rishdik. Ammo men hech qanday hukumat amallorini izlamadim. Chunki birinchidan mening hech qanday qo'lda qilgan ishim yo'q deb o'yladim. Chunki men axborot xizmatini qilgan edim. Ikkinchisi, Amerikada bizniki vakolatan xalq vakillik qilgan tashkilotlarimiz, shaxslarimiz bor. Masalan, UHRP, Dunyo hukumatidagi vakillari, UAA, bizniki Uyghur National Movement, Uyghur Milliy Harakatining raisi Rabia Xanim qatorliqlarning hammasi ko'rishib fikrlashib turdi. Shundan bilan men hukumat amaldorlarini izladim, izlashning hech qanday hojati yo'q. Shunga men diplomatiya xizmatini qilmadim. Bu jihatda fikrlashlarimizniki tushunishni so'rayman. Endi shaxsiy gap fikrimiz, tashkilotlar masalasi. Nurg'un qurashlar menda tashkilotlar bo'lgan munosabatimiz qanday suratga, tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatim menimcha yaxshi deb o'ylayman. Mening dushmanim yo'q. Do'stim bormi desa, do'stlarim bor. Shu vatan da'vosi do'stlarim bor. Shaxsiy do'stlarim, bir necha nafar do'stlarim bor. Ular bilan zo'rliklarga vaqtida, shaxsiy ishlar haqida mening yordam muhtoj vaqtimda xalqqa ularning g'ururliq ekanligini, naytdi ko'ngil hissiyotning nozik ekanligini bildirgan bo'lgan men qiyinchilik tushgan vaqtimda men ash qarindoshlarim el jamoatning yordam so'ramasligimga butun kuch bilan kelishib menga yordam qilib kelayotgan qarindoshlarim bor, do'stlarim bor. Shaxslardan hozircha shaxsan meniki adolatim yo'q. Agar adolat bor bo'lsa bo'lib qolsa o'zi desi bo'ladi. İqtisadi jihatdan men 2019-yili yil beshida Uyg'uriya LLC deb bir shirkat qurgan. Bu shirkatimiz shu tarjima mulozimligini qiladi. Buningda men bir necha amerikaliklar ishlaydi. Bizga doim ish chiqmaydi. Bu men boshqalarga ishlasini beraman. O'tirda men qolgan pul faqat o'zimniki xarajimga, oylik xarajimga yetadi. Bu meniki bir kirim manbalaridan birisi. Yana birisi menga yordam qilayotgan bir necha ustoz akalarimiz bor. U akalarimiz men mengu rahmat aytaman. Qarzda men bayaqmagandek $50,000 yaqin qarzim bor. Ularni mana shu do'stlarimdan oldim. Ularni men inshaalloh yaxshi qaytarmay taraqqiy qilsam. $70,000 xayriyatga pullarning ichida bizniki 12 to'rtlikimiz bor hozir. Her bir to'rtlikimizniki nomiga pul xayriyat. Masalan, Uyghur Times Vay bilan nomi ilinib bo'lgan bo'lg'achqa biz ay bilan ishlatdik. Uning pul ketgan vaqtida men buni 2013-yil vataniy vaqtimda olgan iUyghur.com vataniy vaqtimda 7,000 qo'yib olgan. Uyg'urin germanchasi bu to'rtlikat $3,000 sotilindi. Bunun ikki oy bo'ldi. WeWar.com Uyg'ur deganniki Xitoychisi buni men 80,000 qo'yib sotib olgan Xitoy pulida 2014-yili. 2014-yili sotib olgan. Qolgan hammasi shu pulga qilgan narsalar har bir texnika, har bir uyushtirishimiz shu bilan ketayotdi. Shunga bir kunlik umumiy faoliyat nuqtasini olgan chog'da faoliyatlarimiz 24 soat shu ishda men shu 14 soat, 16 soat shu ishning ustida. Bu ishlarniki diqqat nuqtasi har xil bo'lgan ekan. Ammo axborotni mediani asos qilib turib boshqa xizmatlarga chechilgan bo'lgan ekan. Shunga vaqtimizni haqida kontrol qilish tez. Qiyinchilik bormi desa, iqtisodiy qiyinchilik hayotimda deb qiyinchilik nisbatan qiyinchilik yolg'izlik intayin zo'r qiyinchilik bo'lib keldi. Vatanda qolgan bütün tuqqanlarimiz
qarindoshlarimiz vatanni qolgan mening bu yerda akam yo'q, ukam yo'q, ayolim yo'q, bolalarim yo'q, anam yo'q, dadam yo'q. Bütün qarindoshlarimiz vatanni qolgan bo'lg'achqa yuragimni har kuni siqilgan azoblar, shularni o'ylashlar, ich og'rishlar, kech-kechalab tamga o'zimni urib, o'zimni qachoqlab vatanda bo'lgan bo'lsam, hech bo'lmasa tunida o'lsammi, oxirgi minutlargacha ularga bo'lgan urtuqqanlarim bo'lgan mehribonlikni ifodalab olsam, ularni yaxshi ko'rganligimni bir qiz deyolsam degan umid bilan qilib keldim. Chunki bizning otamizning bizga qolgan bu mehribonligimizni tuqqanlarimizga, yaxshi ko'rgan kishimizga ifodalash. Men uni qilolmaganligim uchun intayin ko'nglim yerim. Ko'nglim intayin yerim. O jihatda men haqiqatan yolg'iz his qilaman. Kuniga 1,5 soatga yaqin vaqtim tamoq yetishib ketadi. Men Washington shahrida yashagan bo'lg'achqa, men mashina yetishim ketmaydi. Piyoda ma'man bir yerlarga borsam, ancha faoliyatlarga borsam, yig'inlarga borsam, metroda borsam bo'ldi. Bir velosiped bor, velosiped ma'man. Amerikaga kelganda 2 velosipedni o'g'irlab berdim. Bu yerda o'g'irlar bek Amerikaga velosiped o'g'irlaydiganlar. O'zim ko'pincha piyoda yolg'iz bo'lishni yaxshi ko'raman. Washington DC'ni kech soat 2:00da, 1:da ayni kuni o'zim yolg'iz xiyolga cho'kib, tuqqanlarimni, vatandagi do'stlarimni o'ylab. Menga kelgan men yaxshi gap qilaman, passiv gap qilmayman, aktiv gap qilishtirishman. Boshqalar sizga yomon muomala qilgan bo'lsa, darvaqa qilgan nurg'un bir qism ko'z ko'ringan ta'sir kuchi bor boshliqlar, Uyg'urlarning boshliqlari menga yeni kelgan vaqtlarimda yaxshi muomala qilmagan, ko'nglimda intayin yerim qilgan, o'sha Amerikada men intayin ko'nglim yerim bo'lgan. Ammo men ular haqida jamoatchilikda bo'lsin, xalqda bo'lsin hech qanday passiv gap qilmadim, g'ayrat qilmadim. Meni tillagan, telefon qilib qo'rqitganlarmi bo'lgan. Ammo ular haqida jamoatchilik ishini demadim. Ko'nglim yerim bo'lgan vaqtida 3-4 kun ko'nglim yerim bo'lgan vaqtida o'zim yig'lab, bazlab, ilhom berib o'tgan. Chunki men ularni jamoat oshkorlasam, yana bir fitna fasod sabab bo'ldi ekanman. Xalqning orasida bo'lish sabab bo'ldi ekanman. Shuni dardimni o'zim bilay deb qildim. Bundaki udoq qilamdim, qilmamdim bilmayman. Chunki ruhiy kayfiyatimiz intayin o'zgarib turdi. Kayfiyatimiz bek turaqsiz. Yolg'izlik kayfiyatimizga ta'sir ko'rsatgan bir omil kerak. Siqib chiqish urinishlar bo'lgan, tillashlar, tuhmat qilishlar bo'lgan. Bugun kunga kelgan chog'da hammasi to'xtadi. Ko'pincha yaqindoshimiz bilan yaxshi fikrlashib turamiz. Amerikada barliq faoliyatchilar bilan batafsil fikrlashib turamiz. Hech kim bilan ziddiyatim adovatim yo'q deb o'ylayman. Talashadigan narsam yo'q deb o'ylayman. Chunki chet elda talashdak hech nima yo'q. Qarindoshlarga degan gapim. Vatanda bir inson erishadigan hamma narsaga erishib bo'lgan. Shunday o'yim keldi. Bu chet eldagi meni havas qilg'izdigan bir narsa yo'q. Meni havas qilg'izdigan narsa hammasi vatanda qolgan. Shunga tashkilot rahbarlari bo'lsin yoki ko'z ko'ringanlar bo'lsin, yosh bo'lsin, qiyil bo'lsin, hammalar o'rtaq gapim. Men vatan millat davosiga qanday odamning ishini qo'llayman, kuchim yetishicha qo'llayman. Ulardan basar turman. Talashqim yo'q. Bir narsa kutmayman. Menga yordam bersin demayman. Pul bersin demayman. Meni ko'tarib maqtsin demayman. Sharaf bersin demayman, medal bersin demayman. Men faqat o'zimning vijdonimni rohatlashtirish uchun qildim. Men qilayotgan ishimning hammasi Uyg'ur bo'lganligim uchun qildim. Uyg'ur ruhi vujudimda bo'lganligi uchun qildim. Ota-onam menga singdirgan ruhi mushundaq bo'lganligi uchun qildim. Xalqimning Uyg'urlikning ruhi mushundaq bo'lganligi uchun men tabiiy qilib soldim. Avtomatik oldim. İçimden birlik qildim. Bu kishilarniki hammadan men tashlashimni o'xshash qilaman. Hammadan maqtishimni o'xshash qilaman. Hammadan dushman ko'rishimni o'xshash qilaman. Menga hech narsa ta'sir qilmaydi. Millatning muhabbati, xalqparvarlik ruhi bizning vujudimizda bo'ladi. Tashqi omil ikkinchi o'rinda turdi. Hamda Xitoylarniki kishi maqsadlari bo'ldi. Uni qildi. Menga Amerika
axborot sohalari yordam qilib, mana social media hujum qilganlarniki IP arasında tepki verdi. Aşılar Ürümçi'den durup hücum kılatlarlar varken. Fakat tünükün ben bir Xitay'dan hücum tapşırıp aldım. Nindep doğu ise bana aşı Ürümçi'deki Uygurlarınki coşku yaşavaklar resimler yatıp durup sen Şincan'ın terakkiyatıga eser kılatam sen depti. Ni Cilu Şincan'da facenma depti. Bir kız gibi, yeni bir gibi. Sumri'ni Çi Curu depti. Sana Yelhan coşku soğuklay depti. Ürümçi'den çıkan resimden evet Xitay'da. Hem de bana Roy bisimden buldu. Beni hoş kılanmaydı. Hoş kılgan resimler ise Xitay bu yıl ahırda 2019 yıl ahırda biraz bir aram buldu, yıkılap gitti, pek kakşap gitti. Ankara kanun layısı, mağıllığa işler oldu. İslam dünyası kozgaldı. Nurgun çolpallar buldu. Bayatın o çolpalların kozak hareketini tılganmaktı. Bu yerdimi biz 20-30 çolpallara təsir göstərib olayım. Elbette olarak vicdani, axbarat, vətən Uyğurun əhvalı haqqında çox təsir göstərdi. Amma bizim xidmətçimiz veya Qaşəlik Uyğur xidmətçimiz bizim çağırtdığımız avaz qoşu istəyimiz Uyğur bilan toğunda küfədən təşkil edib, bunların təsiri oldu. Həm də bu şu çolpalların hərəkətinin təsiri oluşu bilan Xitayğa qayası bisim oldu. Çünki Uyğurlarını qollaş dünyavi bir iqim aylandı. Bu dünyavi iqim aylanğandan kimi xoş qılğan nəsə şunçalik xoş buldum. Sizə görən oluşunlar mümkün. Mən aşı xəbər oxuatı altında mən müştəvatqan binanın ki üstündə oturub bu qalamda topun tutup kitap oxuatqandım. Bütün vücudumni unutup Xitayning şu kadar biyaram bo'lganligini, boğanlığını gördüm. Xitayning yaşar vaqtida qancha ishi bor, Global Times'da ko'rib bu xabarlarni. Shunchalik rahat o'tib ketdim. Men xo'sh qilgan narsa shu. Qolgan narsalar buni yurak tepim, tasgabim desam. Qolgan gaplar chunki mana bizimkilikni versa u yerdan. Bizga zulm qilaverish bo'lsa, qolgan bu yerdagi xushallik shu 1 soat kulimiz, 2 soat kulimiz, yana ertasiga zulmning ustiga yolg'iz qolgan gap. Shunga mening xo'sh qilgan narsaim shu vatanda, mening 35 yillik hayotim vatanda dunyodagi eng esil, eng suyimli Uyg'ur millatida o'tgan bo'lg'achqa, ulardan bo'lmag'achqa, ular yeni bo'lmag'achqa, men har vaqt kallamda shular shu bir chiqib berish degan narsa keldi. Kunlarning birida ular chiqib qolsam, ey birodarlarim, qarindoshlarim, men sizlar uchun ko'p bo'lmasimi muhlik ish qila oldim deb deyalishim uchun kurashyapman. Balki nurg'unlarning ruhi jannatda bo'lgandir. Darhaqiqat Xitoy menga bachon bedel to'latgizdi. Men Amerikaga qaytib kelgandan keyin ayolim bilan ajrashishga majburlandim. Bütün iqtisodimdan ayrıldım. Men uchun dunyodagi eng muhim shaxs qizim. Bütün dunyodagi hamma narsani ulush, qizim uchun ulashga rozi etdim. O qizimning hozircha ovoz anglab boqmadim. Sizlarning qanday o'tirganligimni, bir odam o'zining qizini aklasa, men qanday yig'laydiganligimni sizlar bilmaysizlar. Men har kuni qizimni o'ylashga o'tirdim. Dunyoda hamma birada qizga amoq bo'lishi mumkin, ammo men qizimga hammadan bek amoq. Mening qizim bek aqlli, bek tatlı, bek mehribon, bek oqko'ngil qiz bo'lgan. Men qizim bilan bek muңdashdim, paranglashdim. Uningga dunyodagi hamma narsa haqqim bor edi. Podsho, melik bo'lib o'ynaydi. Yo'lbos bilan to'shqon bo'lib o'ynaydi. Har xil o'yinlar o'ynaydi. Men shu qizimni ko'ramayman, uning ovozini anglamayman. Men yuragim har kuni shu qizim bilan kuchilindi. Meni tep turayotgan narsa, meni bugungi kunda tik turayotgan bir narsa, kunlarning birida men qizimni ko'rman degan bir on bilan men tik turayotgan narsa qizimni ko'rish. Qarindoshlar, kechirsizlar. Xitoy meniki g'ururi eng kuchli, dunyoda hech kim o'zini tanqilmaydigan, qaddi qomat qilishgan aqlli bir ilim bor edi, dodli bir ilim, bir adil bergan ilim bor edi. Shu ilimni 15 yil kesib meni sabablik mana bu Turkiyadagi qarindoshlarimizdan shu ilim bilan turmada bilayotgan birodarlarimizning tuqqanlaridan anglab shular deb beribdi. U tuqqan yo'qlab bag'oqda turmaga Tayjonning adil degan bola ne 10 necha yil kesib debdi. Apamni kesibdi, meniki birdan bir dadam qolgan tabarruk apamiz, ikkinchi apam, o'z apam tugab ketgan, kichik vaqtim tugab ketgan. Shu apam kesibdi. Singlim bor edi, 3 navra singlim bor edi. Ular patpat tushib yurdi, shunchalik yuragim ezildi. Bugun bizga vaqtdan afat, azoblar Xitoyniki bizning singlimlarimizni, hamshirimizni qanchalik qiynalib kuchlar keldi. Şular benim yuragimni erkin ezildi. Xitoy apamni, ukamni, singlimni, hamshirlarimni so'p kesibdi.
Bizning uydan aslında 10 yaşdan kichik tuqqanlarimdan kim bo'lganda 11-12 yil ismini eslayardim, kichik bolalardan. Onun hammasini ota-onasi turmada, Yusuf Qodir inim, Abdug'ofur inim, Niyoz Ali inim, Ayshem Gulsinglim, Aygul acham, Tursun Niyoz acham, tuqqanlarimning hammasi yo'q, janob qarindoshlar. Xitoy mana shunday bedellarni to'lab yuzdi. Ama bular deyishim, sizlar deyishim kutmayman. Azaq ko'ngillikning davosi kichikroq bo'lsin, ko'ngillik ishi mumkin. Mening deydigan hech kimim yo'q. Oxirida deydigan qarindoshlarimiz. Uyg'ur ruhi intayin kuchli. Men intayin kuchli yashayapman. Men intayin kuchli. Balkim menda dunyodagi eng kuchli energiya bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Yadrodek, atom bombasidek, hidrogen bombasidek kuch vujudimda bor deb o'ylayman. U kuchni men Uyg'ur ruhi deb o'ylayman. Chunki bu Uyg'ur ruhi 5000 yillik Xitoy madaniyatidan muqaddam bo'lgan buyuk bir xalqning farzand bo'lganligidan kelgan. Bu Uyg'urning ruhi meni axloq bilan, madaniyat bilan cho'ng qilgan onam bilan dadamdan kelgan. Meni mehr muhabbat bilan beshig'ini ko'targan, hurmat qilgan vatandagi 30 o'g'il korxonchilari, 9 qiz ayollar jamiyatidan kelgan. Vatandagi ziyolilarimizdan, san'atkorlarimizdan kelgan. Bizga her qanday sorunda derdimizni o'tirib aytoladigan, naqshi issaq, usul o'ynasak, achchiqlansak, o'yishib qolsak, yana do'stim, qirinishini qiladigan, shu yurtidan teknomakondan mengu o'chmas harorat ketmaydigan jasoratdagi yigitlarimizning vujudidan kelgan. Men shu qarindoshlarimiz uchun kurash qilaman. Shular uchun so'ylayman. Qarindoshlar deyishim mumkin. Xuddi Xitoy meni tuhmat qilgandek, Tayirmin sen ayolingga, balangga vatanlik vaqtida qarmagan. Sen chet elga chiqib, büyük milletçi bo'lib olding deb meni tuhmat qildi. Men buni Atlantik bilan Al Jazeeraga qo'yib berdim. Shu xabar qildi, Xitoyning tuhmatlari. Agar men shunday odam bo'lgan bo'lsam, navbatda men jamiyatda erkin o'ynagan vatanda. Chunki shunda ko'p ishlarni qilishimiz uchun vatanda, xalqni xizmat qilishimiz uchun cho'qim energiya bo'lmasa bo'lmaydi, do'stlarimiz bilan xushallashmasak bo'lmaydi. Men hozir xushallikka muhtoj, lekin men bu vatan chet eldagi 3 yillik hayotimda, ya'ni bir yil, bir oydan keyin sansak 3 yil bo'ldi ekan vatandan chiqqanimda. 47 kundan keyin. Mush 3 yillik hayotimda yolg'iz yashadim. Men bir 40 yoshga yaqinlab qolgan muntazam bir erkek, sağlam bir erkek. En karam devrlerim. Ko'nglimni xo'sh qilsam bo'ldi. O'ynamaymiz emas, o'ynaymiz. Lekin vicdan azobi, vatandagiligi bo'lgan sig'inish, hurmat, vicdan azobi qo'yimda qarindoshlar. Mening chet elda yashayotgan nurg'un ziyoli og'aylarim bor, vatanni tunishlar. Chet elda yashayotgan nurg'un korxonchi boy og'aylarim bor, san'atkor og'aylarim bor. Hozirgacha 5-qavat yashayapti. Men ularning mulkini xalq sizlarga muhtoj. Uyg'ur xalqi sizlarga muhtoj. Chet elliklarni unutib ketaylik. Men shu chet elliklarni birdan-bir oldimiz qo'yib olmasligimiz kerak. Ammo vatandagi Uyg'urni qo'yishimiz kerak. Vatandagi Uyg'ur uchun sizlarning hammamizning tirishchilik kerak, jinim qarindoshlar. Sizlarniki bir ig'iz naqshanlar bilan nurg'un odamlar uyg'onishi mumkin. Sizlarniki yillarga bar million dollar pullar bilan nurg'un ishlar qilib bo'lishi mumkin. Sizlarning biliminglar bilan tabiiy fan sohasidagi, ijtimoiy fan sohasidagi natijalardan texnik ko'p ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Hamda Uyg'urning vujudidagi shu xil energiya, shu xil ruh dunyoni tayyor qilgan bek kuchli energiya, bek kuchli portlatuvchi yadroliq muhim kuch. Shuni qarindoshlar umid qilganim, jinim qarindoshlar, dunyoning barchadagi qarindoshlar, biz tan harakat qilmaylik. Qilgan ishimiz ma'lum ko'p. Men sözümdeki bir kısım mezmunlarda bir kısım yana özel şahsi yapılan faaliyetlerini demedim. Cemaat bilen hamkorlashgan faaliyetlerini dedim. Men piloy bo'lgan bir kısım yaşlarımız var. Ulantılan dedim. İnşallah buniki faaliyetimizde devamlı kuşturmaz, fikirleştirmez. Uyghur agentlerindeki yeni bir merkezi gövdesi UNN, Uyghur National Network kuruldu. UNN'deki aşağı yukarı UN Uyghur National Network TV kuruldu. Bununki YouTube kanalı, Facebook, Twitter kanallarımız var. Qarindoshning ko'plab a'zo bo'lishini, tashviq qilishini o'tinaman. Chunki biz dunyoga ovozimizni yetkazmoqchi. Men hayotimni mushu xalqningki ovoz bo'lish uchun atagan. Buni sizlar bilsizlar. Shuning uchun ashul qaratqularimizni sizlar qo'llab bermasanglar,
başkaları düzenleyiniz. Ben sizden işte sorumludum. Şöhret sorumludum. Pul sorumludum. Beni kullanma demeden kırmızı. Fakat Uygur'unu kullanma. Beni kullansanlar meyli zaten bir tukan kıraşını kullanma. Biz hepimiz torda uçuş turumuz. Bu ötep gitip bardı. Unutma kalısılarını o işlerini. Unutup kalsanlar meyli. Kırıkın mühimi. Halk unutup kalmalılar. Biz unutup kalmalılar. Lekin vatan halk unutup kalmalılar canım kırmızılar. Ahırda dünyanın arkadaşlarındaki barlıq Uyghur vatandaşlarımızga 2020 yılını xoşal, ruhlu, sağlam, iqtisadiy taraqqiy qilgan, kuchli vatan millat uchun kurash qilgan, yangi go'zal oilalarni qurgan, tini sog'lom rivojlanishga qo'shilish uchun tirikchilik qilishga da'vat qilaman. Hammalarning kuniga baxt tilayman. Xalqimiz uchun jasorat bilan o'rinlarni turishini umid qilaman. Shundaqla men dunyodagi eng chong tashkilotning kichik tashkilotgacha dünyada namı çıkan büyük Uygurlardan namı çıkmayan adi Uygurlarca hammalar bilan muşu Uygur halkını qutuluş için, qirg'inchilikni to'xtatish uchun, Xitoy Kompartiyasining aflashishni etish uchun kuchimni yetishtirishni bildiraman. Sizlarga ko'p rahmat qilmoqlar. Aman bo'linglar.